Assalomu alaykum qizlar. Bugun 29-sentyabr, bizda 15-katalog boshlandi. Faberlikda 15-katalogi 21 kunlik 19-oktyabrgacha davom etadi. Bu katalogda bizda mega aksiya boshlandi. Buni usloviyasi qanday? Mega aksiyada hamma konsultantlar qatnasha oladi. Novichoklar ham, VIP konsultantlar ham, shag'vi podarka olib ketayotganlar ham farqi yo'q. Shu Faberlikka registratsiya bo'lib zakaz olgan konsultant har biri qatnashadi. Buni glavni prizi 1 million so'm, 10 kishiga 100 mingdan beriladi, 100 kishiga 10 mingdan va 1000 kishiga 1000 so'mdan pul beriladi. Qanday qilib bunga ishtirok etasiz? Demak, 29-sentyabrdan 19-oktyabrgacha zakaz qilib to'lashingiz kerak. Har bir 525 so'mlik zakazingiz uchun sizga bittadan anaqa virtualniy karta beriladi. Demak, 1050 so'mlik katalog cena zakazga 2 ta, 2100 so'mlik zakazga 4 ta. Qancha virtualniy kartangiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p o'rin bilan rozыгрышda qatnashasiz. Bu kartalaringizni xohlasangiz o'zingizga aktivatsiya qiling, xohlasangiz Faberlikdagi o'zingizni tanishlaringizga podarka qilsangiz ham bo'ladi. Endi bu virtualniy kartalar nima ish qiladi? Bu virtualniy kartalarga 70% skidkaga tovar ola olasiz 16-katalogdan boshlab. 16-katalog bizda 20-oktyabrdan boshlanadi. 20-oktyabrdan boshlab turib siz 70% skidkaga virtualniy kartalaringizga tovar ola olasiz. Demak, 10 ta kartangiz bo'lsa, 10 ta tovarni, 20 ta bo'lsa, 20 tani va hokazo. Undan tashqari bu kartalaringiz rozыгрышga qatnashib, mana shu sovg'alarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun ko'proq zakaz chiqarsangiz, ko'proq virtualniy karta olasiz. Bu rozыгрыш inshaalloh 17-noyabr 2025-yil primoy efirda o'ynatiladi. Primoy efirda randomizer programmasi bilan kompyuter orqali полный virtualniy kartalar o'ynatilib, sovg'a egalari aniqlashtiriladi. Demak, aytib o'tganimizdek, qancha ko'p zakazingiz bo'lsa, shuncha virtualniy kartangiz bo'ladi. Shuncha virtualniy kartaga 70% ga ko'proq tovar ola olasiz. Plus prizni yutib olish imkoniyati sizda ko'proq bo'ladi. Hammalaringga omad tilaymiz. Bu katalogda ko'proq zakaz chiqarib, ko'proq virtualniy kartalarni olib, rozыгрышda sovg'a egasi bo'ling.